هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yasin tefsiri 13. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dihtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yasin suresi 13. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ulağa yani küffarlağa şehir yani Antakiye ahalisini misal qilib keltirgan. Öz vaqtida ulağa payg'ambarlar kelgan edi. Aynı zamanda ulağa iki payg'ambar avatdiq. Ular u iki payg'ambarni inkor qildi. Üçüncü payg'ambarni avatish bilan ularga yordam qildik. Payg'ambarlar ulağa biz haqiqatan Allohning sizlarga, ya'ni sizlarni hidoyat qilishga avatilgan elchilarimiz dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshash inson, mehribon Alloh hech narsa nozil qilgani yo'q, sizlar faqat yolg'onchisizlar dedi. Elchilar Rabbimiz bilidiki biz shak shubhisiz sizlarga avatilgan elchilarimiz. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishli qilib tabliğ qilishdir dedi. Shahar aholisi bilan ularning payg'ambarlarining qissasi va bu qissaning haqni inkor qiluvchilarning halok qilinganligini bildiradiganlik to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, seni inkar qilgan qavminga shahar, ya'ni Antakiya aholisini misol qilib keltirgin. Öz vaqtida ularga payg'ambarlar kelgan edi. İbn İshaq bu ayet haqida İbn Abbas radıyallahu anhuma, Ka'b ahbar ve Vahb ibn Munabbih qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U shahar Antakiya shahridir. U shaharning podshohining ismi Antixis ibn Antixis bo'lib, u butlarga cho'qinatdi. Shunga Alloh taolo ularga sodiq, saduq va shalomlardan iborat 3 payg'ambarlarni avatgan edi. Padişah bu payg'ambarlarni inkor qildi. U shaharning Antakiya ekanligi Burayda ibn Hasb, Ekrima, Qatada va Zuhri qatorliqlardan rivoyat qilingan. Biroq ba'zi ulamolarning qarashlariga asoslanganda u shaharni Antakiya deb muayyanlashtirish haqiqatan qiyindir. Alloh xolisa qissasining oxirida bu haqda yana to'xtalamiz. Aynı zamanda ularga iki payg'ambar avatdiq. Ular u iki payg'ambarni inkor qildi. Ya'ni ular u ikkisini nihoyat tezla inkor qilishga oldirab ketishdi. Üçüncü payg'ambarni avatish bilan ularga yordam qildik. Ya'ni u ikkisini üçüncü payg'ambar bilan kuchlantirdik va quvvatladik. İbn Jurayj Vahb ibn Sulaymandan Şuayb Jabbayning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dastlabdagi ikki payg'ambarning ismi Shamun va Yuhanna, üçüncüsinin ismi Bolis bo'lib, ular avatilgan shahar Antakiya shahridir.
Peygamberler aşı şehir ailesiga biz haqiqatan sizlarga yaratgan sizlarni yaratgan, sizlarni yolg'iz o'ziga ibodat qilishga buyurgan, uning hech shirki bo'lmagan Rabbinglar tarafidan sizlarga, ya'ni sizlarni hidoyat qilishga avatilgan elchilarimiz dedi. Qatada ibn Diama bu oyatning ma'nosi haqida ular Isa alayhissalomning Antakiya aholisiga avatgan elchilaridir degan qarashda bo'lgan. Ular sizlar faqat bizga o'xshash inson, ya'ni qanday qilib sizlarga vahiy qilindi? Bizmi sizlarga o'xshash inson tursak, nemishqa bizgimi sizlarga o'xshash vahiy qilinmadi? Agar sizlar payg'ambar bo'lgan bo'lsanglar, albatta farishtalardan bo'lgan bo'lardinglar. Buningga o'xshagan gumonlar va so'zlar ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlardanmi nurg'un qitim sodir bo'lgan edi. Allah Teala ulardan xabar berib mundaq deydi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Ya'ni ular o'z orasidan payg'ambar kelganligidan hayron qilishdi va uni inkor qilishdi. Payg'ambarlari osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Allah gunohinglarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshashla inson. Ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lsizlar. Rastliqinglar uchun bizga aniq paket ko'rsatinglar dedi. Agar sizlar o'zinglarga o'xshash bir insonga itoat qilsanglar, shubhisizki u chaqda sizlar cho'qim ziyon tortquchilarsizlar. Ular, ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Allah insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Shunga Antakiya shahar aholisimi sizlar faqat bizga o'xshash inson, mehribon Allah hech narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'onchisizlar dedi. Elchilar Rabbimiz bilidiki biz shak shubhisiz sizlarga avatilgan elchilarimiz, ya'ni ularga avatilgan 3 elchi ularga javob berib, biz Allah Teala'nın sizlarga avatilgan elchilari ekanligimizni Allah biladi. Agar biz Allah nomidan yolg'on so'zlagan bo'lsak, Allah bizdan cho'qim qattiq intiqom olgan bo'ladi. Lekin Allah bizni quvvatlaydi. Sizlarga qarshi bizga yordam beradi. Oxiratning yaxshi oqibatiga kimning erishadiganligini kelgusida bilib qolasizlar dedi. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvohlik bo'lishqa Allah kifoyadir. Allah osmonlardagi va zamindagi hammani bilib turdi. Butga ishongan, Allahni inkor qilgan odamlar ziyon tortquchilardir. Bizning mas'uliyatimiz faqat tushunishlik qilib tabliq qilishdir. Ya'ni elchilar ularga javoban mundaq deydi. Bizning mas'uliyatimiz faqat biz sizlarga elib kelgan haq dinni sizlarga tushunishlik qilib tabliq qilib berishdir. Agar bizga itoat qilsanglar, dunyo va oxiratda baxt saodatga erishsizlar. Agar da'vatimizni qabul qilmasanglar, uning oqibatining qanday bo'lganligini kelgusida bilib qolasizlar. Ular elchilarga: biz sizlardan shumpal oldik. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim tosh kesak qilib o'ltiramiz va bizning qattiq jazoyimizga uchraysizlar dedi. Elchilar:
küfrünglar sebebinden şumliqinglar özänglar bilen billidir. Sizlarga vaz nasihat qilinsa şumpal alamsizlar, hergiz undaq emas. Yani iş sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allahqa şirik keltirish bilan haddidan oshqich qavmsizlar dedi. Şu çağda şəhər ahalisi elçilərə mındaq dedi. Biz sizlərdən şumpal aldıq. Yani sizlərning yüzünglarda bizning terikçilikimiz üçün birər yaxşılıqның keladiganlığının alamatını kömüdük. Qatada bu ayetning ma'nosini agar bizga birər yomonlik yetsa, u faqat sizlərning sababinglar tufaylidan yetgan bo'ladi deganlikdir dedi. Mujahid, sizlarga o'xshash odamlar shaharga kiradiganlar bo'lsa, shahar aholisi azobga duchor bo'ladi deganlik bo'ladi dedi. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim tosh kesak qilib o'ltiramiz va bizning qattiq azobimizga uchraysizlar. Elchilar ularga kufringlar sababidan shumliqinglar özänglar bilen bildidir. Yani şumliqinglar özänglarga qaytidi dedi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek birər yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga birər yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musa'nın shumliqidan emas, Allah'ның taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, yani ularga kelgan balo qazoning öz gunohlari tufaylidan Allah tarafidan kelganligini uqmaydi. Ular aytdi: bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Salih aytdi: sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Allah tarafidan keladi. Belki sizlarni Allah sınaydı. Eğer ular, yani munofiqlar birər yaxshilikqa erishsa, bu Allah'tan bo'ldi deydi. Eğer ular birər ziyon zahmatga uchrasa, bu senden, yani sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Allah tarafidandir. Yani hammasini Allah yaratgandir. Bu qavmga nima bo'ldi ekan? Ular hech bir so'zni, yani hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Sizlarga va'z nasihat qilinsa, shumpal alamsizlar. Yani biz haqiqatan sizlarga va'z nasihat qilganligimiz sizlarni Allah'ның бар ve birlikini tonuşqa, Allah Taalaga ixlos bilan ibodat qilishga buyurganligimiz uchun bizni qo'rqitib, tahdid silib, mushundaq so'zlar bilan qarshi olamsizlar? Hergiz undaq emas. Yani ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga shirik keltirish bilan haddidan oshib chiqqansizlar. Qatada bu oyatning ma'nosini, yani biz sizlarga Allah'ni eslatsak, sizlar bizdan shumpal olamsizlar. Hergiz undaq emas. Yani ish sizlar gumon qilgandek emas. Sizlar Allohga shirik keltirish bilan haddidan oshib chiqqansizlar deb tafsir qildi. Şəhərinin yiroq joyidan bir kishi, yani Habib Najar yugurib kelib aytdi: ey qavmim, payg'ambarlarga ergishinglar. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganligiga sizlardan haq so'rmaydigan kishilarga ergishinglar. Men nimishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, men Allah'tan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Allah bana birər ziyan zahmet yetkizmekçi bolsa, ularning shafaati mendan
hech narsani dab'i qila olmaydi, hamda meni qutqiza olmaydi. Agar undaq bo'lsa, ya'ni Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Rabbinglarga iymon etdim. İmanımga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. İbn İshaq bu oyat haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuma Ka'b, Ahbar va Vahb ibn Munabbih qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shahar aholisi elchilarni o'ldirmoqchi bo'ldi. Shuning bilan shaharning yiroq joyidan bir kishi qavmiga qarshi elchilarga yordam berish uchun yugurib keldi. Uning ismi Habib bo'lib, u arg'amchi eshib sotadigan kishi edi. U teri kesiliga giribtor bo'lgan bo'lib, kesili bedeniga tiz tarab ketgan edi. U sadaqani ko'p beradi. Ya'ni tapavutining yerimini sadaqa qiladi. U aqli o'sha joyida odam edi. Shabib ibn Beshir Akrimadan İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U odamning ismi Habib Najar edi. Qavmi uni o'ldirib etdi. Habib Najar aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga ergishinglar." Ya'ni u qavmini o'zlariga kelgan payg'ambarlarga ergishishga rag'batlantirdi. To'g'ri yo'lda bo'lgan iymonga da'vat qilganligiga, payg'ambarlikni tabliq qilganligi uchun sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga ergishinglar. Ya'ni sizlarni hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taolaning ibodatiga chaqirdiganlarga ergishinglar. Men nemishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, ya'ni men nemishqa meni yaratgan, hech shirki bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ixlos bilan ibodat qilmoqdakman. Qiyomat kuni sizlarmu Alloh taolaning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan Alloh taolo sizlarga amallaringlarga qarab mukofot yoki jazo berdi. Agar amallaringlar yaxshi bo'lsa, mukofotga, yomon bo'lsa, jazoga loyiq bo'lasizlar. Men Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dab'i qila olmaydi, hamda meni qutqiza olmaydi. Ya'ni sizlarning Alloh taoloni qo'yib ibodat qilayotgan bu ilohlaringlar hech qanday bir narsaga ega emas. Agar Alloh taolo menga biror yomonlik yetkazmoqchi bo'lsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib o'tolmaydi. Ya'ni bu butlar menga keladigan yomonlikni to'sishga qodir bo'la olmaydi. Ular menga yetgan ziyon zahmatdan qutuldiribmi qola olmaydi. Agar men Alloh taoloni qo'yib, u butlarni iloh qilib oladigan bo'lsam, u chaqda men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Rabbinglarga iymon etdim. İmanımga quloq selinglar va uningga guvoh bo'linglar. İbn İshaq bu oyat haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuma Ka'b va Vahb qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Habib Najar qavmiga: "Men haqiqatan Rabbinglarga, ya'ni sizlar inkor qilgan Alloh taologa iymon etdim. So'zimga quloq selinglar" deydi. Bu oyatning ma'nosi Habib Najar elchilarga xitob qilib, "Men haqiqatan Rabbinglarga, ya'ni sizlarni payg'ambar qilib avatgan Alloh taologa iymon etdim. So'zimga quloq selinglar." Ya'ni Alloh taoloning dargohida uningga guvoh bo'linglar degan bo'lishimi ehtimolga yaqindir. İbn Jarir bir qism ulamolarning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Belki Habib Najjar payg'ambarlarga mundaq xitob qilgan: Men sizlarga aytgan narsalarga Rabbimning dargohida menga guvohlik berish uchun so'zimga quloq solinglar. Men haqiqatan sizlarning Rabbinglarga iymon etdim va sizlarga ergashdim degandir. İbn Jarirning ana shu ulamolardan rivoyat qilgan bu so'zi mantiqiga uygunroqdir. İbn İshaq bu oyat haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Ka'b va Vahb radhiyallohu anhuma qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Habib Najjar shu so'zni qilganda qavmi uningga xuddi bir odam etilgandekla birdek etilib kelib, uni dastlab o'ltirib etdi. Hech kim uni qo'g'dab qila olmadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Bu haqda Qatada mundaq deydi: Ular uni tosh bilan chalma-kesak qilishga boshladi. U bo'lsa: "Ey Alloh, qavmimni hidoyat qilgin. Ular haqiqatan to'g'ri dinning nimaligini bilmaydi" devatdi. Ular uni tosh-kesak bilan shu maydonda o'ltirib qo'ydi. U bo'lsa yuqorqidek deginicha jon uzdi. Alloh taolo uning rahmat qilsin. Elhamdülillah, yuqorida Sura Yasin tafsiridan 25 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.